Nima uchun biz buni ekib mevasini olamiz, danaklarini, shiralarini Hindistonga eksport qilish uchun. Bizda bu narsani maxsus o'zini bozorlari bor. Bunga hech qanaqangi zapret narsa yo'q. Siz hozir Iminnoy turgan Dehqonoboddagi bu Ko'g'iston Uljon navi butun dunyo bo'yicha 3-o'rinda turadigan noyob nav turkumiga kiradi. Bu o'zi ang'uza deb atalgan. Buni Ibn Sino ang'uza deb atagan, kavrak emas, ang'uza deb atagan. Biz o'shani hozir ang'uza nomi ostida kavrak shirasidan kapsula tayyorlayapmiz. Insonga nima foydasi bor? Asosan hozir juda ko'p odamlarda suyak yemirilish kasalligi bor. O'sha suyak yemirilishiga undan tashqari vitiliko tanadagi oq dog'larga juda ham samarali vosita bo'lgani uchun biz buni Hindistondagi o'zimizda hamkorlarimiz bilan qo'shma korxona qilib Toshkentda, O'zbekistonda ishlab chiqaryapmiz. Buni litsenziyasi, sertifikati, hamma narsasi bor. Bunda asosan tarkibi kavrak danagini kukun holiga keltirib, kapsulani ichiga joylaganmiz. Kapsulani shariat islomiyani tushunadigan yaxshi aka-ukalarimiz bo'lsa, mana ko'rsatib tushuncha berib ketaman. Buni qobig'i hech qanaqangi jelatin emas, o'simlikdan olingan kapsula. Qashqadaryodagi yer tagidagi oltin haqida eshitganmisizlar do'stlar? Hozir Qashqadaryoda Dehqonobodga yetib kelganmiz. Bu joyda do'stlar shunaqa bitta o'simlik, dorivor o'simlik bor-ku do'stlar. Butun Qashqadaryoda Dehqonobodda imina mana shu dorivor o'simlikni yig'ishtiradi. Mana shu ko'rib turgan do'stlar, ko'r narsalaring shu o'simlikdan chiqqan, dorivor o'simlikdan chiqqan dorivor shirasi bo'lar ekan. Mana shu shirani do'stlar hozirgi kunda bozordagi narxi $200 dan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Mana mana shu joyda ko'rib turgan bo'lsalaring, buni o'zini parvarish qilish do'stlar, o'zini nima deydi, texnologiyasi bor. Mana korobka bilan har bir joyini yopib qo'ygan bo'ladi. Sababi do'stlar aytib o'tganimizdek, o'zini texnologiyasi bor. Bu shira do'stlar kavrakni shirasi deyiladi. Ya'ni Ko'g'iston Uljon kavrakda do'stlar shiralari bo'ladi. O'sha shiralardan chiqqan do'stlar bu donaklari bo'ladi. Bu donaklarda do'stlar Hindistonga aslan sotilar ekan do'stlar, hindistonliklar kelib bu narsani olib ketar ekan. Bu narsadan do'stlar dorivor o'simliklar, juda ko'p narsa ishlab chiqariladi. Hindistonda mana shu kavrakni do'stlar shirasidan dori ishlab chiqarishadi. Lekin O'zbekistonda yo'q edi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham do'stlar xuddi mana shu kavrakni shirasidan do'stlar dorivor dorini ishlab chiqarishni o'sha yo'lga qo'yishdi. Ya'ni Obid akam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Kavrak do'stlar, imina kavrak mavzusida YouTube'ga yozasizmi, boshqa joyga yozasizmi, akamiz kelib chiqadilar, chunki ancha yildan beri mana shu sohani ijida bo'ladilar. Xo'p, Obid aka, haqiqatda hozir men aytdim, mana shu donakda kilosi $200 dan boshlanadi. Aka, buni o'zini Dehqonobodda bozori ham bor. Shunaqa. Endi biz assalomu alaykum aziz obunachilar. Men buni noldan tushuntiradigan bo'lsam, qisqacha qilib tushuntiraman. Bu o'zi Qashqadaryo viloyati, faqat Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatida bor noyob o'simlik turi, nomi kavrak. Bizda bu 15 yil, 20 yildan beri bemalol bo'lib keladi, aka. Bu kavrak o'simligidan asosan biz nimada foydalanamiz? Kavrakni xoh urug'i bo'lsin, xoh ko'chati bo'lsin ekamiz. Nima maqsadda ekamiz? Buni mana ko'rib turgan danak mahsuloti, buni mevasi. Mevasi desak, soddaroq tushuncha beramiz. Buni mevasi, nima uchun biz buni ekib mevasini olamiz? Danaklarini, shiralarini Hindistonga eksport qilish uchun. Eksport qilinadi Hindistonga eksport qilinadi. Hindistonga nima maqsadda eksport qilamiz? Hindlar bizdan sotib olib, ular ham iste'mol qiladi, hamda shu narsani katta farm kompaniyalar dori ishlab chiqaradi. Dori ishlab chiqaradi. Bu bizda 15-20 yildan beri kavrak sohasi rivojlangan. Bizda bu narsani maxsus o'zini bozorlari bor. Bunga hech qanaqangi zapret narsa yo'q. Mumkin. Prezidentimiz hozir O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bunga juda ham keng hozir ligotalar beryapti, keng ko'lamli sharoitlar yaratib beryapti. Biz asosiy maqsadimiz nima bundan? Shu O'zbekistonning o'zida bu qirilib ketayotgan navni O'zbekistonda o'zida ekib ko'paytirish, navini ko'paytirish hamda shu chiqayotgan shiralarni, mahsulotlarni o'zimizda bat shaklida ishlab chiqarish. To'g'ri. Hozir buni biz mana ishlab chiqaryapmiz. Mana kavrakni shirasidan chiqqan kapsulalarimiz, dorilarimiz mana hozir biz ishlab chiqardik. Gap yo'q. Endi aka qarangda, misol hozir Dehqonobodda faqat Qashqadaryo, Dehqonobod, Surxondaryoda bo'ladi deyapsiz bu narsani. Bu narsani aka nima desa bo'ladi? Buni olib ekib juda katta foyda qilayotgan insonlarda men to'g'risi eshitdim aka. Chunki nima deydi, katta joyga ekkan, katta hosil olib, yig'ishtirib, mana shuni o'zidan daromad qilayotgan bozorlari bor ekan aka. Bir kunda, bir haftada 5 marta bozori bo'lar ekan. Bir haftada 5 marta bozori bor. Endi kavrak
Kavrakni kim agar yaqindan biladigan bo'lsa, biz gapirayotgan gaplarimizni hammasini o'zlari uchun bilib olishadi. Rostligi haqida juda ko'pchilik endi negativchilar buni yolg'on bo'lmagan narsa deyish ehtimoli juda ham kattaroq. Bu bizda 20 yil, 15 yildan beri bo'lib kelgan narsa, hozirgacha ham bo'lyapti. Buni asosiy nima maqsadda ekamiz, shirasini olamiz, Hindistonga eksport qilamiz. Bu biznes bitta. Biz nima qilyapmiz? Buni Instagramga, YouTube'larga ekib ko'paytirishda xalqqa tushunmagan xalqqa biz buni tushuntirib yetkazib berilyapti. Chunki sababi siz hozir Iminnoy turgan Dehqonoboddagi bu Ko'g'iston Uljon navi butun dunyo bo'yicha 3-o'rinda turadigan noyob nav turkumiga kiradi. Qo'lingizdagimi aka? Qo'limizdagi mana shu bu o'zi ang'uza deb atalgan. Buni Ibn Sino ang'uza deb atagan, kavrak emas, ang'uza deb atagan. Biz o'shani hozir ang'uza nomi ostida kavrak shirasidan kapsula tayyorlayapmiz. O'sha endi hozir Hindistonda emas, o'zimiz O'zbekistonda emas, o'zimizda O'zbekistonda xuddi shu narsani ishlab chiqaryapmiz. Bu bat, bu hech qanaqangi dori vositasi emas. Bu nima insonga nima foydasi bor? Asosan hozir juda ko'p odamlarda suyak yemirilish kasalligi bor. O'sha suyak yemirilishiga undan tashqari vitiligo tanadagi oq dog'larga juda ham samarali vosita bo'lgani uchun biz buni Hindistondagi o'zimizda hamkorlarimiz bilan qo'shma korxona qilib Toshkentda, O'zbekistonda ishlab chiqaryapmiz. Buni litsenziyasi, sertifikati, hamma narsasi bor. Hamma narsasi, dokument tomoni hech qanaqa muammo yo'q. O'zimiz O'zbekistonda buni ishlab chiqarib, xudo xolasa ko'taramiz. Gap yo'q, zo'r. Hozir mana maytda nimasida o'zi tayyor afishasida yozib qo'ygan ekanlar. Bu aka bitta faqat o'sha suva yemirilishi bilan oq do'qqa va juda ko'p narsaga ekan-da aka. O'sha endi ko'ksartiroz, artrit, polartirit, palartiroz, vitiligo, gemoroygacha foydasi juda ham katta aka. Gemoroygacha juda foydasi katta. Gap yo'q. Endi mana siz aytayotgan aka o'sha suva yemirilishi bilan oq dog'. Hozir butun O'zbekiston hozirgi kunda O'zbekistonda juda ko'payib ketgan. Juda ko'payib ketgan. Buni davosiga aka har xil narsalar chiqib ketgan. Har xil narsalar. Lekin samarali dori hali chiqqani yo'q. Bu endi Ibn Sinoni biz Ibn Sinoni tib qonunlari kitobidan biz buni kuchli mutaxassislar bilan maslahatlashib ishlab chiqaryapmiz. Xudo xohlasa hammaga samarali foyda beradi. Endi aka buni hozir endi ishlab chiqarish boshlandi, xudo xohlasa. Endi ishlab chiqarish endi boshlandi. Gap yo'q. Hozir aka O'zbekiston bo'yicha kerak bo'lsa SNG bo'yicha buni tarqatamiz. Tarqatiladi. Yetkazib beriladi. Muammosi yo'q. Muammo yo'q, absolyutni. Hozir bitta ashaki idishidagisi necha pul buni? Bitta idishi mana shu ichida 120 ta kapsula bo'ladi. Bu bir kunda 2 tadan yo 3 tadan qabul qiladigan bo'lsangiz, bir oyga bemalol sizga yetadi. Buni bahosi 300 ming so'm. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha dastavka eshigini tagiga pochta orqali qilib beramiz. Gap yo'q. Bizga agar pulini to'lov qilib klik qilib beradigan bo'lsa, mana gap yo'q. Biz buni butun O'zbekistondagi eshigini tagiga, xonadonni eshigini tagigacha dastavka qilib beramiz pochta orqali. Gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, mana shu kasallik bilan qiynalayotgan akalarimizga mana dori va o'simlikdan olingan narsa bo'ladi. Bu ximikat bas shuni. Bu ximikat emas, bu bat bu. Bunda asosan tarkibi kavrak danagini kukun holiga keltirib, kapsulani ichiga joylaganmiz. Kapsulani shariat islomiyani tushunadigan yaxshi aka-ukalarimiz bo'lsa, mana ko'rsatib tushuncha berib ketaman. Buni qobig'i hech qanaqangi jelatin emas, o'simlikdan olingan kapsula. Bemalol bu shariatga to'g'ri keladi. Buni kuchli mediklar bilan, domlalar bilan maslahat qilib, qolaversa Hindistondagi qo'shma korxonamiz o'zimizda doimiy ishlaydigan eksportyor qo'shmalarimiz bilan mutaxassislarimiz bilan maslahatlashib individualniy qilib chiqaryapmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab buni biz hozir dastavka qilib beramiz. Любой klient zakaz qilsa 300 ming so'm pul to'laydi, eshigini tagigacha olib borib beramiz. Yana ham bitta tarafi, agar foyda ko'rmasa, pulini vazvrat ham qilib beramiz. Pul qaytarib ham beriladi. Agar bundan seni doringni olib biz ichdik, foyda ko'rmadik deydigan bo'lsa, pulini vazvrat qaytarib ham beramiz. Ammo hozir shunaqa katta gapiramiz, buni juda ham mukammal qilib ishlab chiqardik. Xudo xolasa buni butun O'rta Osiyo bo'yicha sotuvini yo'lga qo'yamiz. Mana shu kasalliklarga xudo xolasa qarshi kurashsa bo'ladi. Inshaalloh faqat Allohning fazli bilan juda zo'r foyda beradi. Gap yo'q, zo'r. Do'stlar qaranglar, imina mana shu farmatsevt akalarga ham juda foydali maslahat bo'lyapti. Ham odamning sog'lig'i uchun, ham din tomonlama do'stlar har bir narsasini mukammal hisobga olingan holda ishlab chiqarilgan aytib o'tganlaridek jelatin emas, o'zini tabiiy do'stlar o'sha o'simlikdan olingan kapsula. Buni asosiy o'sha insonda organizmga foydaligi uchun ishlab chiqaryapmiz.
Aka bu immunitetga ham normal foyda qilsa kerak. Immunitetga, potensiyalarga ham juda katta foydasi bor. Zo'r gap yo'q. Xudo xolasa video pastda qaranglar, Optakam nomerini qo'yib ketamiz do'stlar. Kavrak biznesi bo'yichami yo bo'lmasa imana mana shu kasalliklardan do'stlar qiynalayotgan, davosini topolmayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, shu videoni ko'rganlar tarqatinglar, tashab qo'yinglar, imana do'stlar olishsin, foydalanishsin. Qiynalayotgan odamlarga zo'r davo bo'ladi. Anga o'zi, xo'p, buni qayerdan nima qilyapsizlar desalar, aytib o'tganlaridek, imana mana shu shirani do'stlar Hindiston, O'zbekistondan sotib olib, dori qilib ishlab chiqarib, yana o'zimizga qaytarib sotadi bu narsani. Nima deydi? Hozirgi kunda buni bahosi 300 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, agar Hindistonda bu shu narsani ishlab chiqarib bizga olib keladigan bo'lsa, bu dollarga aylanib ketadi. Dollarga aylanib ketadi. To'g'rimi aka? Bu narsani hozir qo'shma korxona qilib O'zbekistonda tayyor ishlab chiqarilyapti. Dori bo'yicha telefon qilaman desalanglar, pastda nomerlari bor. Bundan tashqari agar siz mana shu Ko'kiston Uljon Kavrak biznesini boshlayman deydigan bo'lsangiz, qaranglar, 100% lik aka necha yildan beri aka shug'ullanasiz bu bilan? 15 yoshligimdan beri. Yoshligingizdan 15 yildan o'tdi. 15 yildan. Do'stlar, 15 yildan beri taniyman-da Kavrakni. 2007-yildan beri. Gap yo'q. Tajriba o'ta yuqori do'stlar. Mana shu narsani orqasidan do'stlar zo'r daromad qilsalaringdan bo'ladi qishloq sharoitida. Olasiz, xohlasangiz urug'ini yetkazib berishadi, xohlasangiz ko'chatini yetkazib berishadi do'stlar. Bundan tashqari yana zo'r tarafi bor, tushunmaganlarga ovorish, ekish, plantatsiya qilish. Agar kimga misol uchun ekish mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana pожалуйста, urug'lari ham bor. Agar ko'chat kerak deydigan bo'lsa, mana ko'chatlari ham bor. Urug'i ham bor, ko'chati ham bor, tayyor kapsulasi ham bor. Xohlasin mana mahsuloti bo'lsa, kimda bo'lsa agar biz sotib ham olamiz, ko'chatni ekib berib, shirasini yig'ishtirib bersa, shirasini ham sotib olamiz biz. Gap yo'q. O'zi bu kavrak desa endi aka bu kibrga yoymaylik, kavrak desa butun SNG bo'yicha kavrakni videosini, o'zi nomini topga reyting olib chiqqan men bo'laman. To'ppa-to'g'ri. Chunki bizni kavragimizni kavrak deb men birinchi Islom Jo'rayevga reklama qilganimda odamlar kavrakni bilib, dollarda millioner bo'lib ketganlar bor. Dollarda, Qirg'iziston, Qozog'istonda. Endi shunaqa sheriklarimiz bor. Bilmagan oldin. Qirg'izistonda ham navi borda buni. Qirg'iziston, Qozog'istonda. Bilmagan bizni videoyimizni ko'rib, o'zini hududda kavraklarni ishlab, dollarda millioner bo'lib ketgan. Hozirgacha rahmat aytadi. Gap yo'q. Aka urug'ini hech bil, ko'chatini hech bil. Urug'lar $120. Ko'chatlari 2000 so'mdan boshlanadi. 3000 so'm, 4000 so'm. Kattaligiga qarab ketaveradi. Ha, endi shu 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik ko'chatlarga qarab. Gap yo'q. Do'stlar, kavrak biznesi bo'yicha qiziqqanlar, yo bo'lmasa ham do'stlar, mana shu kasalliklardan qiynalayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, Obod akam video pastda nomerlarni qo'yib ketamiz do'stlar. Xudo xohlasa dorini cheklanmagan miqdorda ishlab chiqarish boshlangan o'sha zavodda do'stlar. 100% aytib o'tganlaridek sertifikat, litsenziya hamma dokument tomonlama do'stlar, sog'liqqa zarari umuman yo'q, navarot foydali mahsulot o'zimizda ishlab chiqarilish boshlandi. Video pastda nomerga aloqaga chiqinglar, inshaalloh do'stlar dastavkasini qilib berishadi. O'zi olib, ichi foydalanganingizdan keyin do'stlar oxirida bitta telefon qilib rahmat deb qo'ysangiz bo'ldi. To'liq ma'lumot bo'ldi degan umiddamiz. Yana ham do'stlar to'liq ma'lumot olish uchun video pastda nomerga aloqa qilsangiz, bundan ham to'liq ma'lumot berishadi. Omon bo'linglar.